Obunachilar like'larni bosib, kanaliga obuna bo'lib, kommentariyaga chiroyli so'zni yozib turasizlar. Xudo xolasa o'zi yeri narx arzonlaridan bor. 2 million so'mdan ham qo'ylarimiz bor. Kelishtirib, arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilgan akalar ish Telefon qilganlarda ish bitadi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Hammaga assalomu alaykum. Chorva olam kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishbozlar. Akalar, bugun xudo xolasa hafta kuniga seshanba 27-may 2025-yil. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy Shom mahallasiga Abdumalik ukamizni mini qo'y firmalarga tashrif buyurganmiz akalar. Xudo xolasa qo'zilarda, zo'rlardan kelgan oyoq-qo'llar uzunlaridan bularni sizlarga chiroyli qilib narxini, hamma ma'lumotini qo'ldan kelgancha to'liq obzor qilishga harakat qilamiz. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lmagan akalarimiz o'ng tomonda obuna bo'lish, kimdadir podpiska shuni bosib qo'ng'iroqdan chalib tursangiz, inshaalloh biz chiqarayotgan shunaqa zo'r qo'ylardan olishga, ko'rishga muyassar bo'lasiz. Oqto'yda qaranglar, chiroylilar. Sifatiga bitta baho berib, bittadan like bosib qo'yasiz. Abdumalik aka, keldingizmi aka? Yaxshimi, charchamang. Rahmat. Xudo xolasa bugungi aka 3 partiya yaxshi qo'zlardan chiqarib beramiz. Aha. Hop, so'ygan tavsiya qilmaymiz aka, boshida aytib qo'yay. Aha. So'ygan tavsiya qilinmaydi. Bitta ikkita bor, lekin so'ygan o'val. Boqishga, ha? Boqishga tavsiya qilinadi akalar. Uzoq boqaman deganlarga tavsiya qilinadi aka bu. Gap. Xudo xolasa qo'yamiz aytib turibdi, bo'yi uzun. Oyoqli variantlardan. Realda akalar tepasiga kelib ko'rsangiz ham o'zingiz ham baho berasiz. Xo'p, bugungi necha partiya bo'ladi Abdumalik? 3 partiya bo'ladi. Partiya. Xo'p, mana akalar, qo'zni qaranglar, suyaylik. So'ng nechta birinchi partiyamizni? Bu aka 22 dona. Hammasi qo'chqor aka. Necha oylik bular? Bular 7 oylik atrofida aka. 6 oylik, 7 oylik atrofida. Mana akalar, qo'zini orqalar Qo'hliga yetib qo'ygan-da aka. Bo'ylari necha o'lchaganmiz bo'ylarini? Aka 70 mm ga berilaveradi. Yemoq-ichmoqlari sinovdan o'tgan. Yemoq-ichmoqlari sinovdan o'tgan, xudo xolasa aka. Bitta oqa, bitta ko'ki, ikkita sarig'i bor. Qolgani qora kechdandan aka. Xo'p, narxi nima deyapsiz Abdumalik bularda? Narxini aka 3 million bunaqa narxlar yo'q, 29 narxlar yo'q. Bir joyga bo'lsa 2 million 800 mingdan yetkazib beraman aka. 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'mdan. Mana obunachilar, qo'zini hamma tomonidan ko'ring, oyoq-qo'li baquvvat. Suyaklari yo'g'on xudo xolasa. Mana aka. Ko'ktoy, oqtoydan. Qo'y. Abdumalik keling. 22 tasini bir joyga olsa, bir nima o'tib beraman aka. Xudo xolasa sunnatiga o'tib beraman. Nechta dedingiz o'zi? 2 million 800 mingdan bir joyga sunnatiga o'tib beraman aka. Video davomida bitta o'tingda, keyin o'zlariga o'tib berasiz. Keling. Aka telefon qilish olsin o'tib, aka 2 million 800 ming so'mdan o'zimga ham bermaydi, mana ajratib olsam 22 ta qo'ydi. Aha. 2 million 800 ming so'mdan mayli yetkazib beraman. Sunnatiga yana xayriga o'tib beraman aka. Bor beradi. Dastlabkigacha bo'ladi? Dastlabki Samarqandgacha aka. Mana aka, Samarqandgacha olib ketaverasiz. Yetkazib beriladi, xudo xolasa. Mana. Bitta ikki olamiz degan akalarimizgachi. Akalar 100 ming plyus minuslar bor. Holatiga qarab kelishaveramiz. Ammo tepasiga kelib olish uchun maslahat beraman aka. Tepaga kelishsa, o'z qo'ydigan holatni ko'rishadi, haliga videoda ham har xil ko'rinadi. Katta qo'y, kichkina qo'y, katta. Yo'q, siz yo'q. Xo'p, akalar bitta ikkita olamiz degan akalarimizga holatiga qarab plyus minuslari bo'ladi. Telefon qilasiz, o'zlari qolgan ma'lumot chiroyli yetkazib berishadi. Bozor, magazin emas akalar, aytilgan narxga to'xtab qolinmaydi. O'tadigan joylari bor. Yarmini shuni o'rtasini bilib olaman desangiz, optim narxga ketaveradi. Tanlab olishga holatiga qarab plyus minuslari bor. Qo'zini yiriklaridan, sifatlilaridan olamiz degan akalarimizga mana osilgan netkani bo'lsa olaveradi aka o'zimga. Videoni yetkazib qo'yasiz aka, Telegram guruhlarga tarqatib. Aloqa chiqishadi, mana telefon qilsa, bitta olsa ishni bitirasiz. Bitiramiz aka, xudo xolasa. Gap bo'lishingiz. Aloqaga chiqaring, xudo xolasa akalar, ishingiz bitadi. Bitta qo'yarsangiz. Bularchilar mana xudo xolasa ikkinchi partiyalarimiz. Abdumalik bular soni nechta? Soni aka 13 ta. Qo'chqor sovliq. 2 dona sovlig'i bor, qolgan 11 tasi qo'chqor aka. Yosh oyligicha bularda. Yosh oyligi bular aka 6 oylik, 5 oylik atrofida. Yemoq ichmog'i sog'ligi joyida. Sog'liqlari xudo xolasa bir hafta garantiya aka. Bo'ylarini ichiga olishadi. Bo'ylari buni 65 plyusga olishadi, minusga emas, plyusga. Xo'p, narxlarimiz nech pulda endi? Narxi aka bo'ladigan ishlar qilamiz. 2 million 600 ming so'mdan bir joyga bo'lsa beramiz, tanlab olishga kelishaveramiz holatiga qarab aka. 2 million 600 dan. 2 million 600 ming so'mdan o'tadigan joyimiz bormi yana? Sunnatiga o'tib beriladi hali. Aytilgan bo'linmaydi hech kimniki aka. Bo'lishi mumkin. 2 million 600 ming so'mdan akalar o'tadigan joylari bor. Dastlabkigacha bo'ladi? Dastlabki Samarqandgacha yetkazib beramiz aka. Yo'q, siz yo'q. Mana akalar, qo'zlarning holatiga qarang.
imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib oling. Lokatsiyamiz yaqin bo'lsa, dastlabkamiz qancha bo'ladi? Samarqandgacha yetkazamiz aka. Gapsiz yo'q. Dastlabki o'ylanadigan emas. Bitta olamiz degan akalarimizgachi? Yetkazib beramiz aka, kelishgan holda. Gapsiz. Aloqaga chiqinglar akalar. Xudo xohlasa ukam qolgan ma'lumotlarni berib, Telegramdan video syomka tashlab berishadi. Holatdan ko'rib narxlarni kelishaverasiz akalar. Bularchilar mana Xudo xohlasa 3-partiyalarimizga menga juni bilan olaman. Hisorilardan, shu iltiraganlardan degan akalarimizga jo'natib qo'yasiz. Abdumalik bular soni 6 dona aka. Qo'chqor sovliq. Nima bu? Qo'chqor 6 ta bu ham. Hammasi Qo'chqor aka. Aha. Hop, buni aka o'zimiz boqib tashlaydigandik. Aha. Shunga olib qo'ydik, endi iloji pul zaryadlab qolib sotuvga qo'ydik aka. Lekin obunachilarga tavsiya qilaman. Necha oylik bular? Bular aka 7 oylik atrofida, 6 oylik, 7 oylik atrofida aka. Bo'ylari-chi? Bo'ylari 70 plyus-minusga olishaveradi buni ham aka. Gapsiz yo'q. Xo'p, narxi nima deyapsiz endi Abdumalik? Narxini aka bularni bir joyga bo'lsa, bir joyga olamiz. 6tasini bo'lsa 2.800 dan buni ham olishaversin aka. Bir nima o'tib berasiz? O'tib beraman yana telefon qilsa aka. Akalar 2.800.000 so'mdan bir nima o'tadigan joylari bor. Oyoq qo'li uzun. Mana holatini, sifatini ko'rib turibsiz. Xudo xohlasa dastlabkamiz qancha bo'ladi? Dastlabki Samarqandgacha yetkazib beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab kelishgan holda yetkazib beramiz. Dastlabki muammo emas aka. Bitta ikkita olamiz degan akalarimiz ham ishi bitadi xudo xohlasa. Bitadi aka. 2.200 ga qadar aka. Gap yo'q. Akalar xudo xohlasa telefon qilsangiz, Telegramdan chiroyli qilib video syomka tashlab berishadi. Holatlarni ko'rib, bo'y-bo'ylarni o'lchab tashlab berishadi, narxini kelishaverasiz. Bu magazin emas akalar, bozor. Telefon qilasiz, xudo xohlasa ukamiz chiroyli qilib ishingizni tushadi. Qo'rada yana bor, ko'rsatib qo'yamiz ularni ham. Obunachilar mana qo'ramiz ichida tashqariga chiqarmadik, soni ozligicha. Abdumalik bular soni nechta? 5 ta ekan. Soni 5 dona aka, ammo bitta kattamiz bor, u sotilmaydi u. Aha. U yo'lboshchi. Ha, buni ikkitasi sovliq, uchtasi qo'chqor aka. Yosh o'yligichi bular. Yosh o'yligi 4-5 oylik aka. Rosa boqishga kelgan variantidan. Xo'p, narxi aka o'sha videoda boshidagi gap aka mana. 2 million so'mdan telefon qilsa yana bir nima o'tib beraman, bir joyga olib aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana 2 million so'mdan mana bu sovliq qoladi, bu sotilmaydi. Bundan tashqarisi qolganlari sotiladi akalar. 2 million so'mdan olish. Bitta sariq, 4 ta qora ekan. Oyoq qo'li uzun ekan lekin 2 million so'mdan ozgina kami ham bor. Dastlabkamizgacha? Dastlabki Samarqandgacha yetkazib beramiz. Bu amal lekin bu 5 tani vodiy bo'ylab yetkazib beramiz aka. Gapsiz yo'q. Vohaga kelishilgan holda. Vohaga kelishilgan holda yetkazib beramiz aka. Gapsiz. Charchamanglar akalar, keyingi yangi video syomkalarda ko'rishguncha doim sog' bo'ling, o'zlaringizni ehtiyot qiling. Videoni maksimal darajada yaqin do'stlarga, birodarlarga tarqatib qo'yasizlar.